Ushbu kontent talabalar hayotidan ilhomlangan holda yaratilgan bo'lib, unda yoshlik davrining quvonchlari, baxt va omad sari qilingan qadamlari yoritib beriladi. Mazkur kontentdagi barcha personajlar, joylar va voqealar badiiy talqin asosida tasvirlangan. Har qanday shaxs, muassasa yoki voqea hodisalarga o'xshashliklar mutlaqo tasodifiydir. Diplom yo'lida. 58 63 68 Bu Bobur 2023-2024 yillarda yotoqxonalarni nazorat qilgan. Yotoqxonadagi barcha mayda kisovurlik, o'g'irlik, pul undirish ishlariga qarshi kurashgan. Hozirda fakultetimiz koordinatori. Bolalarni yig'ib, jiddiy masala bor, gaplashib olamiz. Sayyod, entropiya nimaligini bilasanmi? bilmasam. Entropiya bu energiyaning tarqalishi. Agar quyosh bo'lmasa, balki bu olam ham bo'lmasdi. Bundan ko'ra uyg'onib ketganda tushni davom ettiradigan loyiha o'ylab top. Bu Sayyod. U ingliz, nemis, italyan, fransuz tillarida bexato do, re, mi, fa, sol, si notalarida maromiga yetkazib, tuni bilan xurraga ota oladi. Sen aytayotgan loyihani puliga maktab qurib, qanchadan qancha kelajak avlodni oliy ta'limga yo'naltirsa bo'ladi. Ha bolalar, bugun darsga chiqmadinglar? Ha, bizaga bir para edi-da, o'zingiz erta chiqibsiz. Qornim tatalab ketdi, juda ham och. O'zlari nima bilan band? Elektromagnit induksiya orqali o'simlikni o'stirib ko'rmoqchiman. Bu deyman, fizikaga yangi qonuniyat kiritamizmi? Xudo xohlasa, bir haftada nihol bo'ladigan pomidor 100 kHz chastota ta'sirida 3 kunda nihol bo'lishi mumkin. Ertalab vertolyot aylanib yurgandi, ishqilib, pomidormi? Ha, bu men, Dilyor. Qayg'uga allergiyam bo'lganligi sababli sal-pal hazillashib turaman. Dilyorbek, unaqa gaplaringizni qo'ying. Undan ko'ra menga yordam bering. Bering achkingizni. Agarda yana 50 kHz chastota qo'shsam, tarvuzni ham eplavorsa bo'ladi. Ha, bu Fozil. O'zining olamshumul loyihalari bilan elektronikaning asoschilariday ko'rinsa-da, lekin universitetga 60 ball bilan kirgan. Chastota sal ko'payib ketibdi. Seni bunaqa pomidorlaringni meni oshqozonim ko'tarmas ekan. O'zlaricha pomidori tarvuz yeyishadi. Yashil simni qirqib qo'yganimni ham bilishmadi-yu. Omma lekin o'choqqa shisha tashlagandek portladi-da. Salom hammaga bolalar. Xabaringlar bor, fakultetimizga yangi zamdekan tayinlandi. Keyingi hafta universitetimizda futbol bo'yicha katta musobaqa bo'lib o'tadi. Shunda yaxshi futbol o'ynaydigan bolalarni oramizdan saralab olishimiz kerak. Kim futbol o'ynashni biladi? Bizda o'zimizning komandamiz bor. O'tgan yil o'tkazilgan futbol musobaqasi uchun universitetimiz tomonidan 100 million so'm pul ajratilgan. Shu 100 million so'm bizni fakultet Bir omadimizni sinab ko'rmaymizmi? Omadimizni sinab ko'rish shart emas. Baxtimizga Bobur sog' bo'lsin. Bularni oyoq kiyimlari bor. Bizada yo'q-ku. Bizada Bobur bor-ku.
Davay bolalar. Mana bolalar, saralashni boshladik. Do'stimizga ishonib, biz chempion bo'lamiz deb o'ylagan xom xayollarimiz chippakka chiqib, o'yin hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan adolatli baholanib, 5-0 hisobida saralash bosqichining o'zidayoq basharamiz bilan yiqildik. Yengilmas Beshovlonning ajabtovur zarbalaridan keyin men qaytib darvozaga turmaslikka qasam ichdim.